yani haqiqatda byudjet pulini yeb yotgan bir 40 dan ziyod vazirlik, balkim ko'proqdir. 40 dan ziyod vazirlik yoki unga tenglashtirilgan turli xil idoralar, qo'mita deb aytilishi mumkin, agentliklar. Shular hozir kerakmi? Mana biz nega tashqari olyapmiz? Nega biz aholidan soliqni va turli xil yig'im qo'yishni olyapmiz? U kerak emas vazirlikdan tutib o'tirishimiz kerak. Bular qani bir vazirlik xodimlari oylik bilan tinchsa, ular 13-oylik deydi, har bitta bayramda juda katta tushumlar qiladi. Bu umuman qaytmaydigan pullarni biz boya xalq to'laydigan tashqi qarzni mana shu tarqatyapmiz. Har bir bayramda xodimlarni xursand qilishga tarqatyapmiz. Byudjet xarajatlarining tarkibini ko'radigan bo'lsangiz, 50% dan oshiq ish haqi xarajatlari, ya'ni ish haqining o'zi byudjetdan beriladigan va ijtimoiy soliq. 50%, ya'ni yarmidan ko'pi ish haqi xarajatlari. Xo'p, buni ichida mana byudjet tashkilotlari ham bor deylik. Ya'ni o'sha больницаlar, tibbiyot, maktab. Lekin hamma ko'rib turibdi-ku, больницаlarga qanchalik pul ketyapti. Ularni oyligini bilamiz-ku. Oyligini ko'rib turibmiz-ku. 3,5 million so'm oylik oladi doktor, 2 million so'm oylik oladi medsinstra, 1,5 million so'm oylik oladi sanitarka. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, tibbiyot liniyasiga, ta'lim liniyasiga, ya'ni maktablar liniyasiga unchalik katta pul ajratilmayapti. Son jihatdan olgan paytda ham. Qayerga ketyapti bu narsa? Mana oddiy Grippina Shin 184 million oylik oladi oyiga, mana hozir keyingi chiqqanda 174 million oylik oladi. Nimani hisobga olish kerak? O'zi bu lavozimlar, bu vazirliklar o'zi kerakmi? Shunga o'xshagan vazirliklar kerakmi? Shunchalik aytamiz. Birinchi navbatda biz hukumatni qisqartirishimiz kerak, davlat apparatini qisqartirishimiz kerak. O'shanda davlat byudjeti ancha yengillashadi. Ya'ni ortiqcha tekinxo'r, byudjetxo'r instansiyalardan qutulamiz.